Nafisa, Hov, erta mashg'ulotlarni tayyorlab qo'ydingmi? yo'q hali bo'lmadim. Dangasiga ish buyursang, maslahat berarkan. Dangasa onajonlar kelinglar, mana sizlarga bitta maslahat beray. Hammalarning uylarida mana bunaqa rezinka qop bordir. Uni mana bunaqa ko'rinishda ishirib olamiz. Endi rangli qog'ozlardan birichalar yasab chiqamiz. Agar menga o'xshab dangasa bo'lsanglar, oddiy sochga taqadigan rezinkadan ham foydalansanglar bo'ladi. Bu o'yin orqali farzandingizni ranglarni ajratishi o'rganadi, diqqatni jamlashni va mayda motorikani rivojlantirasiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda farzandinglar bilan chizib olganingizdan keyin farzandingizni qo'liga kirgizib chiqasiz. Olov rang, qizil, sariq, siyoh rang, yashil. Rasm bilan bir xil tarzda bo'lishi kerak. Bizlarning kuzatuvchilarimiz ichida agar dangasa bo'lmagan onajonlar bo'lsa, unda sizlar sim yordamida mana bunaqa qilib yasab olishingiz mumkin. Uni ham xuddi shu ko'rinishda kirgizib chiqasizlar. Qizil, sariq, olov rang, siyoh rang, yashil. Agar farzandinglar ranglarni tezroq o'rganishini xohlasanglar, sizlar ham shu usullardan foydalanib ko'ringlar. Kommentariyaga qaysi birini farzandinglar uchun yasab berganinglarni yozib qoldiringlar. Biza siz dangasa onamisiz yoki dangasa bo'lmagan onamisiz bilib olamiz.